Assalomu alaykum. Hammaga xayrli to'y. Bugun yakshanba. Velo sezon boshlandi. Xudo xolasa birinchi uzoq masofaga kunimizni boshlayman. Bugun Qibray, Toshkent Qibraydan Chorvoq, Bo'chka tarafga qarab yo'l olaman. G'azalkent taraflarga. Xudo xolasa yo'ldagi sarguzashtlar bilan ulashib ketaman. Velosportga qiziqadiganlar bo'lsa, podpiska bo'lib, like bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa men yo'lga chiqdim. Mana do'stlar, Qibraydan G'azalkentga qarab ketish yo'l. Xudo xolasa soat 8:30 dan o'tdi. Yo'l mashina qatnovi kam, ko'pchilik bugun dam oladi. Lekin mana oshxonalar ishlayapti. Xudo xolasa yo'llarga kaloriyani yangilab Xudo xolasa yo'lda davom etaman. Yo'lda sarguzashtlarni joylab ketaman. Velosportga qiziqadiganlar bo'lsa, podpiska bo'lib qo'yinglar. Like bosisham esdan chiqmasa. Hammaga omad.